Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kosonsoy tumani Chinnivulda joylashgan obyektimizni yakunladik. Bu obyektimiz hozircha 60 kvadrat, 4 ta xonadan iborat. Ya'ni 3-4 ta xonalar bor. Keyinchalik tortib ketsalar bo'ladi. Kotelni shu joyda bo'ldi. Buni klientimiz yopib, как положено ishidan kiradigan qilib, kotelni qilaman dedilar. Hozir tagiga stashga qo'yib, kotellarni o'rnatib yubordik. Dimoxodlar ham hozircha 4 metr atrofida, ya'ni ikkitasi bor. O'sha shifer balans sathida 1,5 metr, 1 metr ko'tarilib turadi, ya'ni. Navesi bitgandan keyin qo'yib yuboriladi. Kotelni mana termodregulatorni 60 ga qo'yganmiz. Graduslar 60 ga chiqqan. Taglarni havoni yo'llarini bekitgan. Kotelga дополнительно elektrический ten tushadi. Elektr bilan foydalansa bo'ladi. Zavodga tranikka o'xshatib turib, nержавейкаdan yasattirganmiz. Zaslonkalari. Tagida tozalash uchun zagrushkalari o'chib, tagiga paqir qo'yib tozalab olsa bo'ladi. Podachisi, обраткасы, kotelni suvini tashashlik uchun sliv, zazimlaynasi. Sistemadagi nagallarni tozalash uchun bitta filtr qo'yib ketganmiz. Ikkita ventil bekitib, filtrni tozalab olsa bo'ladi. Kotel podacha обраткасini gradusini qurib turishlik uchun termometrlarni qo'yganmiz. Bu obyektimizga gidrostrelka yechim qilib qo'yganmiz, chunki bilasizlar, podacha обратка borganda baland gradus ketib, past gradus qaytadi. Shunda kotel ichi terlaydi. Terlaganda yonayotgan olov ustiga tushib, olov o'chirib qo'yadi. Siz qo'ygan gradusga chiqish qiyinroq bo'ladi. Hozir bu turishida o'zini podachasidan ham o'ziga ozgina qo'shib turib, radiatordan kelayotgan obratkaga qo'shib turib, gradusini unaqangi strashniy tushirib yormaydi. Kotelga mana suv kelgan vodoprovoddan. Komplektdan chiqqanlarni ham devorga osib o'rganmiz. Hozir har bitta xonani ko'rsatib o'taman. Kirganda koridordan tagi podval ekan, teshib o'tkazib o'rganmiz. Mana obratkalari, podachilari shtraberes qilib, chiroyli qilib montaj qilib berganmiz. Keyingisi spanli ekan. Spanli ham panelni radiatordan so'ng qilib berganmiz. Podacha obratkada diagonal qilib. 3-chi xonamiz kuxna. Ish boshlaganimizda ham shunaqa bitgan edi bu joy. Remontlariga buzmasdan narujniy qilib montaj qilib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Taxta polni teshib tushirib olganmiz. U tomonda yana bitta radiator uchun joy chiqarib, zagrushka qilib qo'yganmiz. Keyinchalik u tomondagi uylarga ham tortib olsalar bo'ladi. Trassalari bor. Tortib ketilsa bo'ladi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Bu xohlasa, sizlarning ham obyektivni chiroyli qilib bitirib beramiz.